Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Pryamoy egalardan Xiva shahrimizning yo'l ustidagi toza domimizning 5-etajida 3 xonali korobka holatidagi kvartiramiz sotuvga chiqdi. Gaz, suv, svet, internet hammasi bor. Orientalar manzilini aytadigan bo'lsak, o'ng tarafimizda Ogahiya Getavarish, Eko Bazar, Kosmobodda aylanmasi imonda Ibrohim Kabobina orientir. Ko'pchilik biladi Xivalar. Chap tarafimizda esa obunachilar Turizm kollej to'g'rida imonda Uголок, keyin banimiz Laxuti ko'cha. Toza bozorga Getavarish, Xiva do'koni chiqasa bo'ladi. Yana Milanoning domidagini 5-etaj sotiladi. Hurmatli obunachilar, kvartiramiz zudlik bilan sotiladi ekan, yaqinroqdan ko'rsatamiz, ketdik. Yana do'stlar, 5-etajga chiqdik. Podyezdlarning ko'rinishi akkuratni remont olibdi. Bu yerda 3 tona kvartiramiz bor ekan. Shu 10 qo'limizdagi kvartiramiz sotiladi. Damir eshiklaringiz bor, tayyor. Bu yerda shiprinterga chiqaverish proxod joylari, yana ichollari korobka holatida. Yana ajoyib planirovkasi ham zo'r, giryerimiz kengina studiya etib ishlangan. Yana bu yerda qaranglar, kuxnya joyingiz beringiz, kuxnya mebelini taxlab qo'yarasiz. Gaz cho'chiklari, sentralniy vodoprovod, sentralniy kanalizatsiya, adashmasam skvajina ham gen отдельный. Shuning dedilar. Yana banimizda balkon. Ajoyib, bu yerda mexi mebellarni qo'yib qo'ysangizlar, ovqat pishirdingizda, ujin zavtr qilganda o'tiradigan mesa qilsangiz bo'ladi o'zingizga. Kengina, mindislarni bir ko'rsatib berasiz. Yana aziz obunachilar, xo'p, bu yerimizda bir детский spalnimiz, banimizda sanuzel, to'g'rida взрослый spalni, banda zal va перехожий mebel qo'yadigan joylarimiz ham mavjud. Birinchi balkonni ko'rsatib beramiz. Yana kuxnyamiz yonida, balkoningiz boyna. Ajoyib, banimiz ham dom bo'ladi. Zo'r, gap yo'q. Bemalol kuxnyadan chiqib, kofelarni ichib, biznes planlashtirasiz. Yana spalnimizning ichini ko'rinishi, elektromontajlarimiz o'zlarimiz yashimizda montaj qilinib turibdi. Yana aziz obunachilar, maksimal montaj o'rnagan ekan. Banimizda yana bir sanuzelimiz, yana kondensatorga gen sentralniy, ajoyib portishkalar va ham boshqa tushgan suxoy seshkalar, to'g'ri laminat döşida o'rnatib taxlab qo'yibmiz dedilar. Yana bu yerda перехожий mebellarni taxlaysiz. Yana akkuratniy shkafchalarni zakaz etib qo'ysangiz bo'ladi, bir remont qilib bersangizlar. Bu yerimiz zal. Yana zalimizning ko'rinishi, konditsioner uchun toksimlar tashalgan, ina rozvetka joylaringiz, ana rozvetka joylaringiz, maksimal montajjon. Barimiz sentralniy ko'chamiz, bir ko'rsatib berasiz. Yana ajoyib Xivamizning zo'r lokatsiyalari. Mana lokatsiyalarda, mana mesalarda kamdan-kam sotuvga chiqadi. To'g'rimizda televizor asadigan joylaringiz, yana bu yerdan toksimlar tashalgan. Yana gap yo'q. Xo'p, banimizda взрослый spalniy. Aziz obunachilar, mana banimiz ham sentralniy ko'chamizda qaragan aynasi, yana toksimlari bor. Ko'rib tursa, orada oryan tarafda bor ekan. Yomon emas. Xudo xolasa ekranda planirovkasini, chizmasini chiqarib beramiz. Xonalar razmerlarini ko'rib olaverasiz. Aziz obunachilar, kvartiramiz zudlik bilan sotiladi ekan. Ekran ostida Pryamoy egan nomeri yozilib turgan narxdan kelishiladi. Aytilishi bo'laveradi, sotib olinadigan narx boshqa. O'zingiz yaxshi bilasiz, har doim videolarda aytib ketamiz. Kelinglar ustida savdolashinglar, ana kvadratini so'mdan tushiribdi. Ekranda kvadrat metrlar ham yozilgan. Plyus-minusni hisob kitobini chiqaraverasiz. 5-etaj. Xudo xolasa, kadastr hujjatlari qo'limda, ko'rdik, tekshirdik, hujjatlari joyida, oldi-sotdi shartnomalari bor. Kadastrda tekshirib, notarius oldi-sotdi qilasiz, o'zingizga ishonch hosil qilish uchun. Yana krediti bor kvartiramizni. Xudo xolasa, oldindan shu 200 million, 210 million so'm berilsa dedilar. Kreditini beklab turib, ana qolganini durar variant etib berib bilamiz dedilar. Foydalanasizlar, durar variant ham bor dedilar. Ko'raverasizlar. Mashina taklif etib ko'rasizlar, balki mashina bortir bo'lsa-na, plyus-minusini ega bilan kelishilgan holda xarid qilaverasizlar. Do'stlar, kanalimizga yangi bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin, layklarni kutib qolamiz. Xudo xolasa, ushbu videomizni Xiva shahar markazidan 5 etajli toza domimizni 5-etajidan 3 xonali kvartira izlab birlar jo'natib qo'yish esdan chiqmasin. Keyingi video obzorlarda ko'rishguncha sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.